Assalomu alaykum Azizbek Olimjonov kanalining qadrli obunachilari. Bormisiz, omonmisiz? Do'stlar, hozirda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays tur firmasining rasmiy ofisiga yetib kelganmiz azizlar. Bugungi video syomkamizda siz obunachilarimizga yangi noyabr va dekabr oylariga narx-navolar qanday bo'lyapti va umra ziyoratga borish uchun qancha pul ketadi, shular haqida batafsil ma'lumot berishga harakat qilamiz. Va albatta sizlardan bir donagina like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, umra ziyoratiga bormoqchi bo'lib yurgan yaqinlarga, aka-uka, opa-singillarga va qarindoshlar guruhlariga videoni yuborib qo'yishni unutmanglar azizlar. Ekran qarshisiga yaxshilab joylashib oling. Biz video syomkamizni boshladik. Azizbek, assalomu alaykum. Va alaykum assalom, xush kelibsiz. Charchamayapsizmi? Ishlar bilan salom. Azizbek, hozirgi kunda obunachilaringizga qanday chegirmalar tayinlab qo'ygansiz va umra safarimiz necha kunlik bo'ladi va qayerlarda bo'ladi, shular haqida ma'lumotlar berib o'tib ketsangiz. Avvalambor assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Xo'p, safarimiz 14 kunlik bo'ladi. 3 kun Madinada, 11 kun Makkada bo'ladi. Madinada 2 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi. Makkada 3 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi. O'zimiz o'zbek povur akalarimiz xizmatda turishadi. Bundan tashqari shart-sharoitlar haqida ham, gostinitsa oraliq masofalarni ham bir qator aytib o'tib ketsangiz. Hop, gostinitsa oraliq masofamiz Madinada 300 metr atrofida bo'ladi, Makkada 1,5 kilometr atrofida bo'ladi. Makkada 5 mahal namozga avtobuslarimiz qatnaydi, doimiy. Bemalol borib kelsa bo'ladi. Gostinitsamizni yulduzlari 4 yulduzli bo'ladi. Sharoitlari zo'r sharoitlar bo'ladi. 4 yulduzli gostinitsalarda xudo xolasa ziyoratchilarimiz bemalol ziyoratlarni amalga oshirib kelish imkoniyati bor. Xo'p, bundan tashqari sayohat va ekskursiyalar ham tashkil qilinganmi? Bor. Ziyorat sayohatlarimiz bor. Uhud tog'i, Hiro g'ori, Muzdalifa, Arafat tog'lari bor ziyoratlarimizda. Bundan tashqari Toyib shahri va Qizil dengizga sayohatlarimiz bor. Bemalol ziyoratlar, ibodatlar qildirib kelishadi mutaxassis liboslarimiz. Xudo xolasa. Bundan tashqari liboslar billa borib, billa kelishadimi Azizbek? Shunday, birga misol uchun Farg'onadan uchadigan bo'lsa, birga Farg'onadan uchib, borib ibodat, ziyorat hammasini qildirib, birgalikda kelishadi. Xudo xolasa. Xo'p, hozirgi kunda noyabr oyiga qaysi sanalarga reyslarimiz bor? Azizbek, bularni ham bir qator aytib o'tib ketsangiz. Xo'p, noyabr oyiga eng yaqin sanalar 11-noyabr kuni Toshkent-Jidda yo'nalishi bo'yicha reysimiz bor. 15-noyabr kuni Toshkent-Madina yo'nalishi bo'yicha reysimiz bor. 16-noyabr kuni Farg'ona-Madina yo'nalishi bo'yicha reysimiz bor. 17-noyabr ham Farg'ona-Madina, 21-noyabr kuni Namangan-Jidda, 22, 23, 24-noyabr kunlari Farg'ona-Madina yo'nalishlarimiz bor. 24-27-noyabr kunlari Namangan-Madina yo'nalishi bo'yicha reyslarimiz bor. Bemalol telefon qilishaveradi. Xudo xolasa mana shu hozir aytib o'tilgan sanalarga joylarimiz bemalol telefon qilib joylarni bron qilishlari mumkin, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, shoshilamiz. Farg'ona viloyati Marg'ilon shaharida yagona bo'lgan rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays bilan birgalikda safaringizni amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Albatta, qo'ng'iroq qilayotganda Azizbek, o'zingizni kanalingizdan chiqyapmiz deb bitta like bosib, keyin qo'ng'iroq qilish esdan chiqmasin azizlar. Xudo xolasa Azizbek, obunachilaringizga bir bonus va chegirmalar ham qilib berasizmi? Qilib beramiz. Xudo xolasa qilib beriladi. Kengroq qilib beramiz narxlarni. Bemalol chegirmali narxlarda joylarni bron qilishlari mumkin. Xo'p, hozirgi kunda narxlarimiz necha pul Azizbek? Xo'p, noyabr oyiga Farg'ona bilan Namangandan uchadigan reyslarimizni $1050 qilib beramiz. Toshkentdan uchadigan reyslarimizni $990 qilib beramiz. Ha, ya'ni to'g'ridan to'g'ri reyslar bo'ladi. Persatga bo'lmaydi, primoy bo'ladi. Hurmatli obunachilar, samolyotlarimiz Centrum Air samolyotlarida parvozlarni amalga oshirishlari mumkin va to'lov masalasi qanday bo'ladi Azizbek? Qanday to'lovlar amalga oshirish mumkin? Bizga Telegramdan aloqaga chiqsa, bank shot raqam tashlab beramiz. Eng yaqin bankdan borib to'lov qilib berishadi. Cheki bilan zagram pasportlarini tashlab bersa, joylarni bron qilib beramiz. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, tavsiya beraman, bog'laninglar, aloqaga chiqinglar va o'z joylarini bron qilinglar azizlar. Xo'p, Azizbek, bundan tashqari hozirgi kunda firma tomonidan beriladigan narsalarni ham bir qator aytib o'tib ketsangiz, ya'ni obunachilarimizga bir qulaylik yaratish maqsadida va nimalar beriladi, shularni ham bir qator aytib o'tib ketsangiz. Xo'p, misol uchun Farg'onadan uchadigan bo'lsa, Farg'onada bizni logotipimiz tushirilgan, firmamiz logotipi tushirilgan bejik beriladi, kamzilcha beriladi, so'mka beriladi, bepulga beriladi. O'sha bitta to'lov evaziga. Ardan qaytishayotganda 5 litr zamzam suv beriladi, bitta Qur'on kitob beriladi. Xudo xolasa. Har bitta ziyoratchimizga. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, albatta bog'laninglar, aloqaga chiqinglar va albatta o'z joylaringizni bron qilinglar. Sababi bunaqa ishonchli va garantiyali tur firmani to'g'risi oqtarib topish juda qiyin.
Sababi biz sizlarga mana shu videoda siz ko'rayotgan bo'lsangiz, demak siz Umra ziyoratga borishga harakat qilyapsiz. Hoziroq ekranda raqamlar qoldiramiz, bog'lanib aloqaga chiqinglar do'stlar. Sizlar bilan Azizbek Olimjonov kanali bo'ldi. Do'stlar, bizni kuzatib boringlar. Keyingi videolarda siz obunachilarimizga Xudo xolasa yangilik ma'lumotlar bo'lsa, bemalol chiqarib boramiz. Batafsil ko'rib borishlaringiz mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Azizbek, sizga ham rahmat. Mana shunday chiroyli narxlarda qilib berishlik hammaga nasib qilsin. Rahmat hammaga.